Mahalla guzarida ish qizg'in. Faollar doimgidek oilalarning muammolarini, o'z yechimini kutayotgan ishlarni hal qilishga kirishgan. Bugun ba'zi oilalarda yuzaga kelayotgan ziddiyatli holatlar hududlarga biriktirilgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarning aralashuvisiz bitmaydi. Feruza Jumanazarova mana 25 yildirki ichki ishlar sohasida aholi bilan yonma-yon, kamarbasta bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Dastlab voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limida, keyinchalik muqaddam sudlangan shaxslar bilan ishlagan qahramonimiz hozirda Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi katta inspektori sifatida tongdan qabulga kelgan fuqarolarga quloq solib, ularga kerakli tavsiyalar beradi. Ayniqsa mahallalardagi nizoli holatlarda bevosita hududdagi mahalla fuqarolar yig'iniga chiqib, ular bilan yuzma-yuz suhbatlashadi. Imkon qadar hamkor tashkilotlar bilan jipslashib xizmat qilamiz. Sababi bilasiz, biz ham qanotsiz bo'lamiz. Yettili juda ham bizga ko'p yordam beradi. Har bitta bo'lib o'tgan hodisa bo'ladimi, holat bo'ladimi, oilaviy muammo bo'ladimi, har biriga kirib boramiz. Oilalar bilan ishlayotganimizda ayollarga qanchalik qiyinligini, juda ham ojizligini, ularning yordamga muhtojligini shu xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor bo'lganimdan keyin juda ham yana ham yaxshi tushunadigan bo'ldim. Ayollarga qanchalik ko'p yordam bersam, shunchalik ko'p ishlagim keladi. Chunki ayollarning orqasidan eshitayotgan rahmatlarimni, menga qilishayotgan duolarimni eshitsam, juda ham yana ham ishga bo'lgan motivatsiyam oshib ketadi, ruhlanib ketaman. Chunki erkak kishi profilaktika inspektorlarimiz endi xonadonga kirishsa, ayollarimiz ko'p holatlarda ko'p narsalarni etisha olmaydi, ularni ochisha olmaydi, lekin biz ayollar borganimizda o'zlarini bir bor gaplarini ichidan to'lib toshib shunaqa gapirishadi, tushuntirib berishadi yoki bo'lmasa muammolarini aytishadi. Ularning muammolarining ichiga sho'ng'ib ketaman-da. Kerakli bo'lgan hamkor tashkilotlar bilan bog'lanaman zudlik bilan. Qanaqa yordam bersak bo'lar ekan, nima qilsak bo'lar ekan, agar bir zo'ravonlik holati bo'lgan bo'lsa, albatta unga birinchi yordamni ko'rsatamiz. Qanchalik kerakligimizni shu paytda yana ham his qilib ketaman. Ish faoliyatim davomida shu xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar Feruza Jumanazarovaga telefon qilib murojaat qilganimizda, albatta bu murojaatlarimiz bilan bevosita har taraflama ayollarga yordam qilamiz. Amaliyotlarda Feruza bilan doim birga boramiz. Yakka-yolg'iz qariyalarning holidan xabar olamiz. Ularni medko'rikdan o'tkazishda yordam ko'rsatadilar. Ajrimga juda qarshi qattiq kurashib keladilar. Doim huquqiy maslahatlar berib, o'sha ajrim yoqasiga borib qolgan oilalarni ajrim yoqasidan qaytarishda ham katta yordamlarini ayamaganlar. Oilaning ustuni erkak bo'lsa, uning yuragi ayol. Ham oila, ham xizmatni birdek olib borish ayniqsa ayol kishi uchun mashaqqatni, fidoyilikni talab qiladi. 4 farzandning mehribon onasi Feruza Jumanazarovaga ham bu holat yaxshi tanish. Xizmat yillari davomida juda ham ko'p mashaqqatlar, qiyinchiliklar juda ham ko'p bo'ldi. Sababi ish bilan birga oilani tortish kerak edi. Oiladagi o'ziga yarasha shirin, shakar tashvishlari bor edi. Ishga kelgandan keyin oilam haqida butunlay unutib yuboraman. Sababi ishga sho'ng'ib ketganimdan gohida qizlarim maktabdan keldingmi deb telefon qilishi yoki bo'lmasam ulardan xabar olisham gohida esimdan chiqib qoladi. Chunki shunaqa oilalar bo'lib qoladi, tazyiqqa uchragan, haqli zo'ravonlikka uchragan, kechqurunga tushgan xabarlarda shunaqa holatlar bo'lib qolsa, shunaqangi ishga sho'ng'ib ketib qolaman. Men birdaniga shu oilaga kirganimda, kichkina bolachalarni ko'rganimda, darrov miyam yuradi, voy bolalarim kelganmikin maktabdan deb xavotir olib qolaman. Lekin bo'lsa farzandlarim aytishardi, oyi, qachon uyda o'tirasiz, qachon o'zingiz ovqat qilib berasiz degan kunlari ham bo'lardi. Kichkinalikdan farzandlarim, ularni mustaqil qilib o'stirganman. Bolalarim katta bo'lib qoldi, ancha yonimga kirib qolishdi. Ular meni borlig'im, ular meni hayotim. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Uyga borganimdan keyin farzandlarimga vaqt ajrataman. Har bittasi bilan alohida gaplashaman, suhbatlashaman, ularning muammolarini yoki bo'lmasa yutuqlarini eshitaman. Ayol kishi bo'lishlariga qaramay, baribir qarxilani trevoga shunaqa kunlar bo'ladi. Ketib qoladilar misol uchun-da. Keyin kutib o'tiramiz, misol uchun dildan bundoq suhbatlashib o'tirgimiz keladi. Kelganlardan keyin ham telefonlar bo'ladi, misol uchun. Sababi ba'zi ishlari ularga ishonib, qanaqadir umidvor bo'lib, xavotir olib, odamlar telefon qiladi. Iloji boricha qo'llaridan kelgancha uyda bo'lsalar ham harakat qiladilar javob berishga-da.
shu bir ishdan vaqtli kelib qolsam, men o'zim ham ovqat qilishni yaxshi ko'raman. Bizga hammamizga o'rgatganlar. Shu bir kun sho'rva sovutdim. Ko'nglariga chop turgan ekanda, sho'rva ichkilari kelib turgan ekan, kelib xursand bo'lib, "Rahmat bolam, yo, shu xursand qilishni yaxshi ko'ramiz oyimni." Sabr qilgan yetar murodga deydi xalqimiz. Xodim bo'lib ichki ishlar tizimining bor murakkabliklariga tik turib bergan suhbatdoshimiz bugun bu kasbni tanlaganidan mamnun. Shunaqa paytlar ham bo'lgan, bir paytlar ichki ishlardan ketmoqchi bo'lganman, chunki oilaga vaqt ajrata olmaganman. Ishdan bo'shayman, onam, boshqa ish topaman, qiynalmayman, oilamga qarolmayman deganimda onam aytgandilar, "Bolam, nima yordam kerak bo'lsa, mana men beraman. Xavotir olma. Hammasiga Xudo xolisa erishasan." Shu ularni daldalari bilan harakat qilib mana shu martabalarga erishib yuribmiz. Olib borayotgan ish faoliyatimni ko'rib, rahbariyat tomonidan polkovnik unvoni berildi. Mas'uliyatim yanada 2 karra oshdi. Yelkamizdagi unvonimiz bizga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Fuqarolar bizani o'zligini himoyachisi deb qabul qilishgandan keyin biz fuqarolarimizga munosib xodim bo'la olishimiz kerak. Ko'rganlaringiz, siz u biz bilan bir shaharda yashab, bir jamiyatda xalq xizmatida yurgan zamondoshlarimiz hayotidan bir lavha xolos. Ammo ular uchun bu umr mazmuni. El koriga yarashdek sharafli kasbni tanlaganidan faxrdagi insonlar taqdiri.